So'nggi 2 yil ichida G'azo aholisi mislsiz og'ir sinovlarni boshdan kechirmoqda. Urush butunlay hayotni o'zgartirib yubordi. Odamlar o'z uylaridan ajralib, sovuq chodirlarda yashamoqda. Bolalar esa maktab o'rniga yomg'ir ostidagi chodirlarda dars qilishga majbur. Elektr ta'minoti deyarli yo'q. Toza ichimlik suvi topish katta muammoga aylangan. Ko'chalar vayronaga aylangan. Mana shunday sharoitda ham g'azoliklar hayot uchun kurashni davom ettirmoqda. Ular oddiy bir nonni ham katta mashaqqat bilan tayyorlaydi. Har bir bo'lak non bu sabr va umidning ramzi. Alloh bu og'ir kunlarda G'azo ahliga sabr va yengillik bersin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bugun 2025-yil 20-dekabr shanba kuni. 2 yildan ortiq davom etgan bosqindan so'ng g'azoliklar og'ir sinovlar ichida hayot kechirmoqda. Bu bosqin davomida dushmanlar hayotning barcha asoslarini vayron qildi. Bugun G'azoda yashayotgan mazlum aholining hatto eng oddiy kunlik ehtiyojlari, suv va taomga yetishi juda qiyinlashdi. Bugun saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida qochqinlikda chodirlarda yashayotgan aholilarga non ulashmoqdamiz. Bu yordam ularni qo'llab-quvvatlash va mashaqqatlarini yengillashtirish uchundir. Shu o'rinda saxovatli qo'llardagi birodarlarimizga G'azo ahliga doimiy ko'rsatayotgan yordamlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعذر ركبنا وسط أرتال الركام إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعذر ركبنا